Agar sizda soch to'kilgan bo'lsa, nima qilish kerak? Hozir men batafsil qadam-qadam tushuntirib beraman. Birinchi qadam konsultatsiya va diagnostika. Konsultatsiyada umumiy ma'lumot beriladi. Trixoskop yordamida sochlarning holati, bosh terisi tekshiriladi va graflar soni hisoblanadi. Ikkinchi qadam soch ko'chirish zonasiga dizayn chiziladi va anesteziya qilinadi. Soch ko'chirib o'tkazish sohasi belgilab, chizib olinadi va protseduralarning og'riqsiz bo'lishi ta'minlanadi. Uchinchi qadam donor materiallar olinishi. Donor sohadan sog'lom soch follikulalari ajratib olinadi. To'rtinchi qadam mikrokanalchalar ochilishi. Har bir mikrokanallar ochilishi qolgan sochlar yo'nalishiga qarab tabiiy ravishda hosil qilinadi. Beshinchi qadam graftlarni ko'chirish. Har bir graft tabiiy soch o'sishiga mos ravishda ko'chirilib, eng tabiiy natijaga erishiladi. Oltinchi qadam reabilitatsiya va yangi sochlarning o'sishi. 2,5-3 oydan boshlab sochlar tabiiy tarzda o'sishni boshlaydi. Yakuniy natija 8-12 oy ichida bo'ladi.